o'qidib yomon ko'ringan paytlaringiz ham bo'lganmi? Nega Hoji Akbarni O'zbekistonda o'qitmasdan chet elga jo'natib yuboryapsizlar? O'zi qanchalik chet elga o'qishga jo'natish to'g'ri deb o'ylaysiz? Oilalarda chet elda o'qiydigan insonlar bormi? Offer olib keyin keldinglar. Offer olib keyin kelganman. O'sha onlayn bo'lgan offergacha hamma narsa. Do'stlar, assalomu alaykum. Biz yana bugun xalqaro aeroportdamiz va Malayziyaga Hoji Akbar ismli o'quvchimizni kuzatish uchun chiqdik. Hoji Akbar 100% grant yutdilar. Ingliz tilidan B2 darajalari bor. Hozir Hoji Akbarni yaqin insonlaridan qisqagina intervyu olamiz. Sizga qiziq bo'ladigan umiddamiz. Bizani kuzatib boring. Hoji Akbarni shu yerdan boshlab to'liq aeroportdan uchish kunlargacha jarayonni to'liq yoritamiz. Assalomu alaykum hammanglarga. Va alaykum assalom. Siz Hoji Akbarni bobolarisiz. Bobosiman. Nega Hoji Akbarni O'zbekistonda o'qitmasdan chet elga jo'natib yuboryapsizlar? Endi shuni o'zi xohladi, shu o'qishga qattiq tashadi. Shuning uchun harakat qilib, chetda o'qiyman deb harakat qildi. Demak, o'zlari Intilishi bor. astoydil chet elga o'qiyman deb harakat O'qiyman qildi. deb harakat qilib, astoydil harakat qildi, mana niyatiga yetdi. O'z nima deb o'ylaysiz? Bolalarni shunaqa yoshligidan chet elga o'qishga jo'natish kerakmi, yo'qmi? Men o'zimcha o'ylayman, ilgari biz davrimizda bunaqa narsalar yo'q edi. Hozir mana sharoit juda yaxshi bo'lib qoldi. Faqat o'qish kerak. Shuning uchun ana astoydil o'qidi, o'zining kuchi bilan harakat qildi. Mana endi Alloh nasib qilsa ketyapti. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Nasib. Amakilaridan ham Endi so'raymiz. o'zi bu tirishqoq edi, yoshligida juda o'qishga chanqoq. Xudo xolasa o'zimizda ham o'qishlar bor, yaxshi o'qishlar bor. Endi yana bir dunyoni nimalarni, ilmlarini olish Imkoniyatlardan foydalanish kerak. Juda imkoniyatlar yaxshi. Mana hozir keldik, o'sha firmaga borib, ko'rishib, gaplashdik. Mana 100% bular javobgarlikni bo'yinlariga olishyapti. Bo'lmasa bunaqa yosh bolalarni u yoqqa bu yoqqa chiqarish o'zi asli xavfli. Endi ularga ishonib mana chiqardik, xudo xolasa. Yaxshilik kutyapmiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshi bo'ladi degan umiddamiz, xudo xolasa. Zo'r. Shu maqsadimiz. Oilalarda chet elda o'qiydigan insonlar bormi? Yo'q, hozir unaqa yo'q. Mana Birinchi lokomotiv. qaldirg'ochimiz, xudo xolasa. Shunga ko'pchilik bu oilaviy kelganmiz, ayollar u yoqda kutyapti, xudo xolasa. Maqsad bu qaldirg'och uchib chaqiratdi. Mana endi sekin-sekin o'tlarini, jiyanlarini. Shu maqsad shu, o'qib, shu O'zbekistonimizni nimasini ko'tarish, shu nima deydi, mutaxassislar kerak baribir. Albatta. Boshqa mutaxassisliklardan ham olish kerak, misol. Borish kerak. Ishonish kerak. Til o'rganish kerak, shu xudo xolasa. Zo'r. Qancha ko'p o'qish bilsa, yaxshi. Mana ota-bobolarim shunaqa harakat qilishgan. Mana bular ham harakat qilyapti, xudo xolasa. Alloh xayrli qilsin. Xayrli qilsin, xudo xolasa. Endi o'zidan. Siz qanday ahvoldasiz? Yaxshi, mana o'g'limizni jo'natyapmiz. Imkoniyat bor, xudo xolasa, o'qisin, Bossin, izlansin, topsin, xudo xolasa. 3 ta farzandim, eng kattasi bu. Undan keyin 2 ta singlisi bor. Bitta o'g'il. Zo'r. O'zi qanchalik chet elga o'qishga jo'natish to'g'ri deb o'ylaysiz? Endi imkoniyat bor, xudo xolasa mana o'zi o'qidi, o'zi qidirib topsiladi, bog'landi. Mana endi xudo xolasa ketyapti. Mana ingliz tilini o'rganguncha o'zimman maktabda baholari ham yaxshi. Ingliz tili maktabda ham yaxshi edi. Shu yoshligidan 4-sinfdan emas, ingliz tili o'qib kelgan. Mana o'qidib yomon ko'ringan paytlaringiz ham bo'lganmi? Yo, juda o'qidi, yomon ko'ringan davr bo'lgan. Mana o'zi o'qidi, xudo xolasa. Shu yoshligida o'zimizni qishloqda yo'q edi, rayonda ingliz tili o'qituvchi bo'lgan. 4-sinfligida endi kichkina bo'lgan rayonga o'zi Oson bo'lmagan. Oson bo'lmagan. Abasi bir hafta olib chiqib kelsa, bir hafta men o'zim olib chiqib kelganman. Mana shunaqa o'rgatib, 4-sinfda emas, lekin ingliz tili, faqat ingliz tili, matematika qilib o'rgandi. Mana endi xudo xolasa Allohdan bo'lib ketyapti. Samolyotda uchish oson emas. Bo'lib ham chet davlat o'qish uchun kichkinalikdan fundament baza zo'r bo'lish kerak. O'shandagina bir xalq taniydigan, yaxshi sharoitlarda yashaydigan farzand bo'lib yetishadi-da. Bu faqat yotib turib, kitob fikib turib otib boradigan endi bo'lishi mumkin, bitta ikkita holatlarda shunaqa bo'lishi mumkin. Demak, sizga o'xshagan insonlar, ota-onalar ko'paysin, farzandini o'qishini qo'llab-quvvatlaydigan ota-onalar ko'paysin. Nima yaxshi niyatda jo'natayotgan bo'lsangiz, undan-da ortig'ini sizlarga Xudo xolasa Hoji Akbar yetkazsin. Yashanglar, rahmat sizlarga. Endi bugungi
intervyuimizni bugungi kunimizni qahramoni Hoji Akbar o'zlaridan so'raymiz. Hoji Akbar, Alloh xayrli qilsin. Rahmat. Mana shuncha insonlarni ishontirib, ularga umid berib chet elga ketyapsiz. Endi siz aytib bering, qayerdan keldi sizga bu fikr? Nega chet elga o'qishga ketyapsiz? O'zbekistonda ham bular amakilaringiz aytganlaridek yaxshi universitetlar bor-ku. Boshida ingliz tili matematika o'qib, maqsad O'zbekistonga topshirish bo'lgan. Undan keyin ingliz tilini chuqur o'rganib, ingliz tiliga qiziqish ortib borib, o'sha boshqa davlatlarga qiziqish boshlandim. Buyuk Britaniya, Amerika, eng asosiysi Amerika edi, eng oliy maqsad. Endi Malayziyani keyin o'rganib chiqib, boshdan noldan o'rgandim hamma narsalarni. Qulay bo'lganim uchun, vizalari ham tezlandi, oson bitganim uchun, grant bo'lganim uchun eng asosiysi Malayziyani tanlab, xudo xolisa shunga harakat qildik. Mana hamma narsa chiqdi, vizalar bo'ldi, tayyor. Endi uchishga harakat. Bizga qachon murojaat qilgandingiz? Adashmasam martda. Mart oyida, demak bahorda. Erta bahorda boshlagan. Undan keyin jarayonlar bo'ldi. Bizning ofisimizga kelganmidingiz? Borganman. Necha marta keldingiz? Уже bir marta borgandik. Bir marta keldingiz. Offerdan keyin borgandik o'sha. Ha. Offer chiqishi bilan. Offer olib keyin keldinglar. Offer olib keyin kelganman. O'sha onlayn bo'lgan offergacha hamma narsa. Zo'r. Deganda ishonib. Qanday bizga ishondingiz? Hamma rezultatlarni ko'rdim, Strajon.comdan rezultatlarni ko'rdim. O'zimda qiziqish bor-edi. Muhimi o'shancha ishonib harakat qildim. Hozir mana yaqinlaringiz hammasi hayajonda turibdi-da. Qanaqa sizda bu hissiyotlar? Ozgina bo'lishingchi. Hissiyotlar kuchli endi ham. Bekor ketyapmanmi degan bir xayol bo'lyapti. Unaqa narsalar yo'q. Endi yaqinlarim qolyapti, hammalari bilan xayrlashib aytdi. Ketganing, ketmaganing bo'lardi deyishdi. Endi meni kelaman, xudo xolisa bir yillar ular bilan ham xayrlashib. Bularni chaqirsangiz ham bo'ladi. Juda ko'p talabalarimizni ota-onalari hatto birga ketishyapti. Mana yaqinda bitta oiladan naq 7 kishi bo'lib ketishdi. Yaqinda yana ketadiganlarimiz bor. Ular ham shunaqa. Bemalol ota-onalaringiz ko'rib kelib tursa bo'ladi, chunki Malayziyaga 1 oygacha O'zbekiston fuqarosiga vizasiz, to'pato'g'ri mehmon sifatida kirib chiqish mumkin. Demak, siz 100% grant oldingiz. Ingliz tili darajangiz B2 darajangiz bor. Yozmoqda xolisa. B2 ingliz tili darajalari bor. A+lar bo'lmasa ham bularga 100% grant berildi. Shunaqa universitetda o'zini tartib qoidalari bor. O'qishlaringizga omad. Bizni hozir bu yerdan kuzatib qo'yamiz, bu yerdan kutib olishadi. Shu bilan xudo xolisa o'qishlaringizni boshlaysiz. O'qishlaringizga rivoj. Siz esa bizni kuzatishda davom eting. Hozir Hoji Akbarni birgalikda kuzatib qo'yamiz. Mana sizni reysingiz Batikir, Malayziya oda 752. Buni liboy o'zi, masalan, O'zbekistonniki bo'lganda havo yo'llari nimadir bo'lardi-da. Mana bunga qaraysiz, Kuala Lumpur, yana oda 752, 6 va 10 gatedan uchadi. Registratsiyangiz 20:30 da boshlanadi. Endi 6:10 ga qarab ketamiz. Boshqa joyga uchayotganingizda ham shu narsaga e'tibor qilishingiz kerak. Mana yaqinda bolalarimiz bir xillari Persatka bilan uchishdi-da. Kimdir Shanxay bilan, kimdir Guangzhou bilan. Sizniki premium bo'pti, zo'r bo'pti lekin. Persatka yo'q. Endi lekin Persatkalik ham bir hisobdan qiziq. Xitoyda ham to'xtash. Xitoyda aeroportini ko'rib 6:10 o yo'qda. Keyin bilet olayotgan, hozir endi siz kirib bilet olasizda. O'sha paytda masalan aytsangizki, menga iloji bo'lsa oynani oldidan joy bersangiz, desangiz, beradi, muammosiz. Bizniki demak mana bu joy. 6:10. Hali boshlanmadi, lekin shu yerdan ketiladi. Tak. 6:10 ga kirish joyi qayerdan ekan? Mana bu yerdan ekan. Sekin mana bu yerdan sumkangizni qo'yib, mana shu yerdan turib olsak, hozir bagaj topshirasiz. Necha kilo edi bagajingiz? 18 kilo, 19 kilo. 23 kilolik ekan o'zi, lekin hali 20 kilodan bo'lmadi. Ha, bo'ldi. Buningiz ham og'rimasa? Yo'q, 7 kilo. Suv yo'q-a bunda? Yo'q, suv yo'q. Suvlarni olib qoladi chunki. Ha, 17 kilo ekan. 23 kiloga joyi bor ekan. Hozir chiqsa kerak bu. Issiq kiyimlar olmadingizmi? Yo'q, hammasini letni olgan.
ular bilan gaplashdingmi bu yoqdagi bolalar bilan ketganlar bilan? Ha? Shuba. To'rtinglardan olgan. Bitta ham kiymasdan qaytarib keladi, shu ham. Hozir bizga bir oyga o'sha Malayziyaga O'zbekiston bemalol boraveradigan bo'lgan. Gest sifatida. 500-600 dollar boqsangiz, bir ko'rib kelay, navarami deysizda ketaverasiz. Ha, o'zi shunga maqsadimiz shu. Maqsad shu. Maddiy o'tishmoqchi. Zo'r. Maqsad shunaqa. Hammamiz bormoqchimiz. Zo'r. Borish kerak. Zo'r joylar. Xudo xolasa. Borish kerak. Ha, bu yerda hamma qahraton qishda paytda sizlar borib. Biz shunday kelamiz, aeroportdan bilet sotsak bo'ldi ekanda. Shunaqa? Xuddi shunday. U yoqda borguncha nima qilsa, U harakatini joylarni hal qilib qo'ysa, yo'qda misol endi ko'radi-da, qani kvartiralar qancha. arzon. Arabcha arzon. Masalan, o'zim bir oy oldin bo'ldim. Bo'lganmisiz? Ha. Misol hozir kvartiralar ularda una qancha misol? Hozir masalan yaqinda shu borganimda, endi bitta o'zim edimda. Bitta o'zimsa ham bitta 4 xonali joyi bir kunga 40 dollarga bron qildimda. Yo'q, masalan biz bir oyga boradigan bo'lsak, misollarni qasal o'zimizdagi o'zbekchilik borku, ovqat Ha. shunaqali variantlari. Kuniga 10 dollardan hisoblaysiz. Kuniga 10 dollardan hisoblaysiz. Endi bir oy ko'plik qilib ketadi, 10 kun, 15 kun. Ha, 10 kun bo'lsa, mana yaqinda ketgan nimalarimizga ham yo'qda qizlar o'qiydi. Ko'rishga ham kichkina ukasini olib ketdi. 10 kunga ularga har bir kishiga 100 dollardan aylanayotgan ekan yo'qda turishi. Arzon, juda arzon. Toshkentniki bilan deyarli bir xil narxlar. Ha, 10 dollar deganingizni bildim, o'sha paytda. Shunaqa. Amin. Allah ishlaringni oldiga bas. O'qishlaring sog' salomat bor, o'qib Allohning panohiga topshir. Esli, hushli, aqlli yigit bo'lgan Alloh. Faqat o'sha yerlarda uni o'sib yaxshi o'qib kelgan Allohning panohiga. Alloh. Aytgan bo'lgan. Bir xayolim o'tishda bo'lsin. Oqil. Men yordam kerak bo'ladi hozir sizga. Men yordam kerak bo'ladimi yo'qmi ko'ramizda. Bo'ldi. Omad. Qani o'tinchi? Katta hayot. Yo, katta hayot. Bering. Aytdim yordam etsin. Yordam etsin. Bo'ldi. Mayli. Bo'pti. Aka ketdi. Polvon. Xolasa Allohga omonat bolam. Hali hissiyotli. Yaxshi o'qib Qiyin kelsin. bo'lmayaptimi kuzatib? Juda qiyin bo'lyapti bizga. Allohga omonat. Yaxshi o'qib kelsin iloyim. O'qish, yaxshi hayot uchun kuzatyapsiz. Inshaalloh. Xudo Yaxshilikka bo'lsin hammasi. Sizlar ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yashanglar. Rahmat sizlarga ham, kam bo'lmanglar. Omadlaringizni bersin. Bo'ldi, bu yog'i o'sha O'zbekiston chegarasi. Shu yerdan o'tadi, keyin xayr O'zbekiston. Yashanglar, rahmat. Ko'rgani borish nasib qilsin sizlarga. Xudo xolasa. Inshaalloh. Salomat bo'linglar, ishonch uchun rahmat. Bo'ldi, mayli. Salomat bo'linglar. Albatta. Mana Hoji Akbarni ham kuzatib qo'ydik. O'ylaymanki, katta hayot uchun biz kuzatdik, sababchi bo'ldik. Bu yigitlar, kuzatayotgan yigitlarimizni har safar shu yerdan, shu chegaradan o'tayotganlarida, ularning ota-onalari qatorida meni ham shu yuragim zillab ketadi. Ularni shunaqa yaxshi ishlariga biz sababchi bo'lyapmiz. O'ylaymanki, ishonamanki, bu yigitlar O'zbekistonimiz uchun foydasi tegadigan katta mutaxassislar bo'lib, yoqdagi zo'r ilmlarni, texnologiyalarni o'rganib, jamiyatga, ota-onalariga foydasi tegadigan farzandlar bo'lib qaytishadi. Bunga ishonaman va jiyanlariga, ukalariga yo'lboshchi bo'ladi. Agar siz ham shu yigitlar singari ota-onangizga shunaqa xursandchiliklar ulashgan holda o'zingizni kuchingizni ko'rsatish payida xohishida bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz har doim sizga eng yaxshisini tavsiya qilamiz. Salomat bo'linglar. Sizlarni ham shu aeroportlardan yaxshiliklar sari kuzatish nasib qilsin.